Dildor opa, qizim 14 yoshda, maktabda o'zi qilishganda kista bor deyishibdi. Endi buni kim ko'radi? Detskiymi yoki kattalar ginekologimi? Xavotir olmang, kista bo'lishini ma'lum bir 5 ta sababi bor. Birinchisi bu gormonal disbalans. Chunki o'smir yoshidagi qizlarda juda ko'p holatlarda gormonlar muvozanati buziladi va bu kista bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari bu yoshda doimiy stress. Chunki o'smirlik davrida uyqusizlik va yon atrofdagi har xil munosabatlar, bundan tashqari imtihonlar bo'ladi va bu kortizolni miqdorini oshirishga olib kelib, tuxumdonni bloklaydi va kista hosil bo'ladi. Va uchinchi sabablarimizdan biri bu noto'g'ri ovqatlanish. Chunki hozirgi kunda yoshlar har xil bubble tea, bundan tashqari shirinliklar, fast foodni iste'mol qiladi, noto'g'ri yog'lar ko'payib va bu insulinni oshishiga olib kelib, kistalar hosil bo'lishini yordam berib qo'llab-quvvatlaydi. Va to'rtinchi sabablardan biri bu toz a'zolaridagi surunkali yallig'lanish. Yuqoriga pastki a'zolarda profilaktik ko'rikdan o'tmagandan keyin yallig'lanish, qorin bo'shlig'ida chandiqli jarayon hamda tuxumdonni qobig'ini qattiqlashib, kista bo'lishiga olib kelishi mumkin, ya'ni follikula yorilmay qoladi. Va yana bir bizni nazarimizdan qolishi kerak emas bo'lgan faktorlardan biri bu irsiyat. Oila a'zolarida, onada, xolada, ammada kista bo'lgan bo'lsa, baribir bu qizchalarimizda moyillik bo'ladi. Siz xavotir olmang, agar ana shunaqa holat kistalar aniqlansa, siz albatta detskiy ginekologga, bolalar, o'smir qizlar ginekologiga murojaat qilishingiz kerak. Yechimini bo'lsa biz beramiz.